Hammaga assalomu alaykum. Amerika YouTube VIP privatniy kanali, ya'ni VIP kanali a'zolari. Bu darsligimizda men sizlarga judayam zo'r yo'nalish, trenddagi zo'r yo'nalish ko'rsatmoqchiman. Uzoq yo'nalish, kattalar yo'nalishi, dedik yoki boshqa narsa emas, seryozni yo'nalishlardan bittasi. Judayam zo'r yo'nalish ko'rsataman hozir sizlarga. Bu yo'nalish mana shunaqa do'stlar. Masalan, bu TikTok, hozir TikTokdan ko'rsatyapman buni. YouTube'ga qo'yishlar ham bo'ladi. YouTube'da qo'yilganlari ham bor, даже bitta million prosta oladigan kanallar bor edi. Men topolmadim hozir. TikTok'dagiga kirib qo'ya qoldim. Premyer ko'rsatish sifatida. Masalan, mana bu TikTokdan 300 minglab, 280 minglab normalniy prosta olyapti. O'zi bu eski TikTok boshqa anaqa qaranglar. 400 ta, 200 ta, 200 ta har xil narsalar qo'yib tashalgan TikTok bo'lgan. 70 tagacha prosotr olgan даже. Ikkinchi yo'nalish mana bu seryozni narsaga o'zgargandan keyin prosotr 95 ming, mana bu yerda 33 ming, 43 ming, 285 ming, 315 ming, 171 ming, 336 ming, 83 ming. Seryozni yo'nalish do'stlar. TikTok ham даже pul beradi bunaqa narsalarga. Agar monetizatsiya yongan bo'lsa bo'ldi profilda. Masalan, qanaqadir bir qaysidir videosini ko'ramiz. Hozir do'stlar ochilsin. TikTok VPN bilan ishlaydi, shunga sal qochishlar bo'ladi. Hozir do'stlar. Mana do'stlar, kirik. What happens if you work construction for 30 days? Day 1, you feel fine, boots clean, energy high. You think it's just hard work and good money. Body hurts a little, but you sleep easy and don't stress it. Day 5, pain starts waking you up at night. Короче, shunaqa do'stlar. Bu It gets hammasi sun'iy worse. intellektda You wake qilingan, hech qanaqa animatsiya yoki 3D, 3D boshqa narsa programmalar kerak emas, shunchaki sun'iy intellekt ishlanadigan narsa. Men hozir polностью bu narsani ko'rsataman. Bizga birinchi bo'lib ChatGPT kerak bo'ladi, oddiy ChatGPT. Mana shunaqa oddiy ChatGPT kirib olamiz. Kirgandan keyin bizda prompt bor do'stlar. Prompt. O'sha promptni mashitga yozishimizga to'g'ri keladi. Bu promptni do'stlar men Telegramimga tashlab qo'yaman. Telegramimga tashlab qo'yaman. Bu promptni o'sha joydan Telegramimdan olasizlar. Ya'ni VIPda o'zi mana shu darslikdagida prompt deb silka qo'yib qo'ygan bo'laman do'stlar. Mana shu promptni olganingizdan keyin copyright qilib mana shu yerga tashlaysizlar. Bu mana shunaqa prompt. Mana bu yerda bitta o'zgartiradigan joyi bor. Hozir o'zgartirishim shart emas. Priyom protein belka deb yozgan. Endi buni hozir tarjima qilib ko'ramiz. ChatGPTga nima kirib ketdi. Buni o'chiramiz. Mana shu yerga tarjima uz deymiz. O'zbek tiliga tarjima qilib beradi. Ruschasiga bu oqsil protein qabul qilish haqida video ekan. Bo'ldi. Biz mana shuni hozir aniq qilib oldik. Mavzu sifatida ko'rib oldik. Endi buni yuboramiz ChatGPTga shunchaki. Endi sizlar keyingi safar masalan boshqacha tema qilmoqchi bo'lsanglar, ya'ni boshqacha yo'nalishda video qilmoqchi bo'lsanglar, prosta mana shuni protein qabul qilish emas, masalan qanaqadir bir boshqa meditsinaga o'xshagan yoki qanaqadir bir ideya topib turib, o'shani yozsanglar, mana shu narsani o'rniga sizlarga o'sha yo'nalish bo'yicha video qilib beradi. Masalan, mana bu yerda qaranglar. Quruvchi haqida, konstruktorlar haqida video qilgan. Sizlar ham mana shu yerga konstruktorlar masalan 5 kun davomida tinimsiz ishlasa, konstruksiyada nima bo'ladi deb turib, ChatGPTga prompt yozib turib, shunaqa tema qilsanglar bo'ladi yo'nalish. Endi do'stlar, mana bu yerda bizda narsa bor. Oldin mana buni olamiz do'stlar. Mana shu bu rasmni prompti. O'shani copyright qilib olamiz. Keyin bizga yana bitta sun'iy intellekt kerak do'stlar. Mana shunaqa sun'iy intellekt, Whisk sun'iy intellekt kerak. Bu sun'iy intellektning ham silkasini men pastda qoldiraman. Ana shu kiramiz. Men yaqinda bitta promptlarni generatsiya qilib ko'rdim. Biz mana shu yerdan mana buni 916 formatda qilamiz, ya'ni shorts formatida. Keyin hozir qanaqa rasmlar generatsiya qilishini ko'ramiz. Bu zo'r sun'iy intellekt, besplatniy va bu yerda juda ham tez rezultat olishimiz mumkin. Masalan, menga shu rasm yoqdi va buni sketch qilib olaman. Buni sketch qilib olganimdan so'ng esa endi buni bizda animatsiya qilishimiz kerak. Ya'ni sun'iy intellekt yordamida jonlantirishimiz kerak. Biz mana shu tugmani bosamiz. Boyagi narsamizni, rasmimizni mana shu yerga joylaymiz. Buni joylaganimizdan so'ng bu yerga esa prompt yozishimiz kerak. Promptni qayerdan olamiz? Promptni boyagi joydan ChatGPTga o'tib olamiz. Hozir do'stlar ChatGPT harakatdi. Mana shu tagidagi birinchi prompt, mana shuni olamiz, keyin Grok'ga вставить qilib yuboramiz. Grok'ga вставить qilganimizdan so'ng buni mana shunaqa video optionsdan 10 sekundlik qilsak, lekin bu pulli ekan, 6 sekundlik bo'lib turaversin.
yuboramiz. Bo'ldi, bizda hozir buni generatsiya qilib turib bizga video qilib beradi. Hozir generatsiya vaqtini aniq qo'yaraman, pauza qilib o'tkazib yuboraman. Ko'rsatamiz hozir natijani. Do'stlar, mana video tayyor bo'ldi. Endi ko'ramiz. Ko'rdinglarmi do'stlar? Normal video chiqdi. Endi buni sketchet qilib olishimiz kerak. Bu yerdan sketchet tugmasi mana bunda. Videoni sketchet qilib oldik. Endi ikkinchi rasm, ikkinchi promptga o'tamiz. Muscle flex after drink. Mana shuni olamiz. Biz mana VHSga o'tamiz. Buni rasmini generatsiya qilib olishimiz kerak. Buni rasmini generatsiya qilib olganimizdan so'ng, mana qaranglar, bizda personajlar almashib ketyapti, to'g'rimi? Biz mana shu joyga, shuning uchun ham subject degan joy bor. Mana shu yerga boyagi rasmimizni qo'yib qo'yishimiz kerak. Mana subjectga shuni qo'yib qo'ydik. Endi buni boshqatdan generatsiya qilishimiz kerak. Mana analiz qilib olsin. Endi ko'ramiz. Personajlar o'zgarmasligi kerak o'z aslida. Agar o'zgaradigan bo'lsa, biz boshqa sun'iy intellektlarni sinab ko'rishimiz mumkin. Yo'q, personaj o'zgarmadi. Masalan, ichib bo'ldi deb tasavvur qilamiz buni. Ichib bo'lgandan so'ng u o'z kuchini ko'payganini ko'rsatishi kerak. Endi biz mana shu rasmni ham bu yerga tashlaymiz va promptni yozib turib, ChatGPT mana shu promptni olib turib, endi bu yerga tashlab videoni generatsiya qilib olamiz. Do'stlar, mana bu videomiz ham tayyor bo'ldi, ko'ramiz. Mana do'stlar, bu videomiz ham tayyor. Endi hozir bundan ma'no nima? Masalan, ikkita video qildik, to'g'rimi? Masalan, yozib bitta narsa ko'rsataman endi. Oddiy CapCutga kirib olamiz. Bu ikkita videoni hozir mana shu CapCutga tashlab olamiz. Bu birinchi video, bu ikkinchi video. Endi короче, bitta ma'no nima? Короче, mana shu joyni kirib olamiz. Kerak emas. Mana bu mana shunaqa qiladi, keyin ichib yuboradi, keyin kachok bo'lib ketishi kerak-da. Endi bitta ma'no nima? Endi bitta ssenariy qilishimiz kerak bu shorts video. Ustida narrator bo'ladi, ya'ni narrator degani muallif, kim deydi bizda gapirib ssenariyda gapirib turadigan odam bor-ku. Boshlovchimi kim? Shunaqa gapirib turadigan odam bo'lishi kerak. Inglizchasi narrator deyiladi. O'shanaqa odam gapirib turadi. Tipa deydi, siz deydi 10 kun, 30 kun davomida deydi protein yessangiz nima bo'ladi deydi. Shu skelet orqali shuni primer sifatida qilib ko'rsatib beradi. Masalan, siz deydi 5-kun, 1-kun deysizda, mana shu yerga mana sun'iy intellekt orqali gapirtirasizda uni inglizchalab. Mana shu yerdan boshlanadi. Siz 30 kun ichida protein yessangiz nima bo'ladi? Ketdi bu yog'i. Endi 1-kun siz protein ichganingizda ozgina kuch his qilasiz deb inglizchalab gapiradi. Odamlarni qiziqtirish uchun-da. Keyin odamni dal shu videoni ko'radi. 30-kunda nima bo'lar ekan protein ichsa deb. Masalan, 5 kundan keyin siz ozgina kuch yig'asiz va qanaqadir kaloriyalar va vес yig'ishingiz mumkin deysiz. Va 20 kundan keyin sizda ko'p protein iste'mol qilish orqali tanangizda toshmalar paydo bo'lishi yoki qanaqadir effektlar bo'lishi mumkin deysiz. Keyin 30 kundan keyin oxirgi natijamizda deysiz, siz kachok bo'lasiz va juda ham zo'r figuraga ega bo'lasiz degan shunaqa video qilsa bo'ladi. Mana 20-30 sekundlik shuni gapirtirib odamlarni qiziqtirgan narsa-da bu ham. Odamlar qiziqadi, protein ichsa nima bo'lar ekan 30 kun deb. Shu orqali skelet orqali shu narsani ko'rsatib bersanglar, juda ham zo'r bomba prosto oladi. Bu Amerikan yo'nalishida uni zo'r auditoriyasi zo'r bo'ladi. Ham meditsina yo'nalishida, ham bu yerda gym ham, ya'ni fitness ham bor, qo'shilgan hech qanaqa detskiy yo'nalish emas. RPMS ham normalniy chiqadigan yo'nalish bo'lganda shorts orqali oddiy bemalol 2000-3000 dollar kamida topib tursa bo'ladi. Bemalol. Hech qanaqa problema joyi yo'q do'stlar. Xuddi shunaqa qilib bemalol rasmlarni yasab, ketidan videolarni qo'yib, 30-40 sekundlik videoni shuni gapirib, ustiga endi oзвучкасini qanaqa qilamiz desanglar, oзвучкасini qiladigan yo'llari bor do'stlar. Mana shunaqa akkaunt bor, men yaqinda kanalimga sotuvga qo'yganman, Telegram kanalimda.
Gemini akkaunt do'stlar. Hozir men sizlarga ko'rsataman uni ham. Uni ham sizlarga ko'rsataman hozir Telegramdan. Mana do'stlar. Bu mening Telegram kanalim Amerika YouTube. Mana shu yerda 1 yillik Gemini Pro akkaunti bor. Mana shu akkaunt orqali bemalol sizlar shunaqa videolarni yasashinglar mumkin do'stlar. Bu sotilyapti hozir skidka narxi 70 yuzdan qilib qo'yganman. Xohlasanglar olishinglar mumkin, xohlasanglar olmanglar. Umuman farqi yo'q. Endi men hozir shunaqa akkauntdan foydalanyapman. Masalan, Geminiga kiraman do'stlar. Menda Geminiga Pro bor. Mana Geminiga kiraman. Menda Gemini mana Pro bor. Geminini xohlaganimcha ishlataveraman. Xohlaganimcha xohlasam nano bananani ishlataman, xohlaganimcha shunaqa gap do'stlar, xohlasam Flowga kirib turib, V3 da video izlasam bo'ladi, u ham problema emas. Shunaqa akkauntlarni bemalol sotosanglar bo'ladi agar qiziqsanglar. Shunaqa videolarni yasashga baribir kerak bo'ladi do'stlar. Shuning uchun ham men sizlarga buni tavsiya beryapman. Mana shu lichkamga yozsanglar, olib beraman. Arzon narxda. Buni ishlatish darsligi ham bor. Ishlatish darsligiga o'tsanglar, hozir ko'rsataman ishlatish darsligini. Mana do'stlar, sun'iy intellekt darslik deb qo'yganman. Birinchi darslik akkaunt sozlamalari. Sizlar akkaunt olganinglardan keyin yoki akkauntlarni qanaqa sozlashlarni darsligi, Gemini haqida darslik, V3.1 haqida darslik, cheklovlarsiz rasm yasash bo'yicha darslik va mana yerda ozvuchka tayyorlash, ya'ni o'sha aytdim-ku, narrator gapirib turadi dedim-ku. Sizlar oldin o'zbekcha yozasizlar, keyin inglizchaga tarjima qilasizlar. O'sha inglizchalab gapirish kerak-ku kimdir. Sun'iy intellekt shuni gapirtirib berish kerak, to'g'rimi? Shu ozvuchka deyiladi. O'shanaqa ozvuchka qilishda ham darsligi bor bu yerda do'stlar. Kerak bo'lsa o'sha yerga kirib bemalol o'rgansanglar bo'ladi. Hamma narsasi joylangan, hech qanaqa muammosi yo'q. Masalan, men ham Google AI Studioga kirib turib, mana shundan ozvuchka qilsam bo'ladi. Men hozir mana shu yerga o'tib turib, masalan, prompt qilishim kerak, qanaqadir yozaman men. Hozir. Bu odam 30 kun davomida protein qabul qiladi va qanday natijaga erishadi deb o'ylaysiz? Tarjima deymiz ingliz tiliga. Qaranglar do'stlar, inglizcha tarjimasi mana. Mana shuni yozamiz. Bu yerda o'zimizga kerak bo'lgan Ready to build some. Got a project in mana o'zimizga kerak bo'lgan ovoz tanlab, run tugmasini bosamiz. Hozir men rezultat tayyor bo'lgandan keyin pauzada olaman videoni. Hozircha pauza qilib turaman. Mana do'stlar, sразу tayyor qilib berdi o'zi. Mana, eshitinglar. This person takes protein for 30 days. What results do you think they will achieve? This person takes protein. Mana do'stlar, вообще zo'r chiqdi, ovozi ham yoqdi menga. Mana ham tashlab yuboramiz, qaranglar do'stlar. Endi ko'ramiz, mana eshitinglar. Mana bu yerdan kerak qilib ko'ramiz. Buni sal ovozini kattalashtiramiz. This person takes protein for 30 days. What results do you think they will achieve? Mana endi bu yerga masalan qanaqadir anonlar qo'yib qo'yishinglar mumkin. Tekstga kirib, subtitles bor, captions bor. O'sha captionsni generatsiya qilib ishlasanglar ham bo'ladi do'stlar. Endi captions hozir ishlar ekan, 65% bo'ldi. Hozir полностью generatsiya qilib olsin. Mana qaranglar. This person takes protein for 30 days. What results do you think they will achieve? U anoni nimani subtitrda to'g'irlash kerak ekan. After captions qildik. Endi buni qanaqadir bir anaqa stillab berishimiz kerak. Stilladan keyin to'g'irlab mana shunga o'xshatib qilsanglar, qaranglar, TikTokda ko'rdik-ku. Mana shu TikTokdagi o'xshatib. What happens if you work construction for 30 days? Day 1, you feel Mana pastda yozuvlarni tebranishini ko'ryapsizlar. Xuddi mana shunaqa qilib qo'ysak, vashsha odamlarni qiziqtiradi. fine, boots clean, energy high. You think it's just hard work and good money. Ko'rdinglarmi? Juda ham oson do'stlar. Shunaqa qilib bir kunda bemalol nechta short yasab tashlasa bo'ladi. Shunaqa qilib do'stlar bemalol shortgani normalniy soqqa tutsanglar bo'ladi. Bu yerda aktiv umuman o'lib qolmaydi. O'zida-o'zi kanallarni, chunki bu yerda katta yo'nalish, detik yo'nalish emas. Shunaqa qilib bu darsingiz o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.